Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Cherry Ademaster Qarshi avtosalonining obunachilari. Bu taklifni boshqa hech qaysi viloyatdan olmaysiz, faqatgina Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida olasiz. Xo'p, qarshingizda Tiggo 7 Pro Live avtomobilimiz. Bu avtomobilimizni qisqacha obzori va to'lov usullari haqida gaplashib o'tamiz. Bu mashinamizning motori 1.5 litrli 147 ot kuchiga ega 4 porshinli turbina motor hisoblanadi. Shahar ichida 8 ta, dalniy yo'lda 4 ta, 5 tagacha rasxod qiladi. Apkatka davridan chiqqandan keyin. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsa, balonlarning razmerlari ham ancha katta, dag'ur-dug'ur yo'llarda, yomon yo'llarda bemalol haydab ketaversangiz bo'ladi va anchagina katta crossover hisoblanadi. 18 razmerda bo'ladi, podyomi 60 razmerda bo'ladi. Bularda 5 ключевой dastur bo'ladi, ya'ni pult bilan yaqinlashsangiz, mashinaning eshigi avtomatik tarzda ochiladi. Uzoqlashsangiz yana avtomatik tarzda qulflanadi. Ichlariga keladigan bo'lsa, mashinamizning ichlari polni ekokoja bilan qoplangan, torpedalari, eshik obshipkalari polni sidinalar bilan birga, rullari elektronniy bo'ladi, rushnoylari elektronniy bo'ladi, skorslari ham jostikli skors bo'ladi. Bemalol harakatlanib ketaversangiz bo'ladi, avtomat korobkada bo'ladi. Mashinamizda rullarida va sidinalarida podogref bo'ladi, ya'ni sidinalarimiz qiziydi. Va bu qishki kunlari bemalol issiqqina ketaversangiz bo'ladi. Undan tashqari orqa deflektordan ham issiqlik, sovuqlik haydaydi. Yozda ham, issiqda ham bemalol mashinaning ichida ketaversangiz bo'ladi. Yozda kuni isib ketmaysiz, qishki kuni sovib ketmaysiz. Ham mazza qilib ketaverasiz. Xo'p, bu mashinamizni qorasidan, oqidan hamma ranglaridan bor, o'zimizdan nalichida tayyor turibdi. Bemalol kelib xarid qilib ketaversangiz bo'ladi. Bularni bagajlarini ko'rib turibsizlar, elektronniy ochiladi, polni bagaj hajmlari ham ancha katta bo'ladi va propanlarni ham bemalol ustanovka qilsangiz bo'ladi. Agarda o'zimizdan propanni ustanovka qiladigan bo'lsangiz, mashinamiz garantiyada qoladi. Agar ko'chadan qildiradigan bo'lsangiz, garantiyadan chiqib ketadi. Ko'rib turibsiz, xo'p. Bezopasniy rejimlari ham bor, ya'ni qisib qo'ymaydi. Jiyaningiz yokida o'g'lingiz yokida qizingiz bo'ladigan bo'lsa, qisib qo'ymaydi. Xo'p, 90 gradusli zavodskoy kameralari bo'ladi va undan tashqari orqa paktronik datchiklari bo'ladi. Orqaga, masalan, haydagan vaqtingiz 1 metr, 2 metrgacha sizni ogohlantiradi. Maza qilib haydaysiz. Ko'rib turibsiz, taylari ancha baland, yomon yo'llarda ham bemalol haydab ketaversangiz bo'ladi. Va bizada bulan to'lov usullari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. To'lov usullariga keladigan bo'lsa, avtokredit, рассрочка, leasing, причисление, naqd yo'nalishlarda mashinamizni xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, avtokredit yo'nalishida 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda 25% boshlanish to'lovi bilan mashinamizni xarid qilsangiz bo'ladi. Рассрочка yo'nalishlarimiz ham xuddi shunday 25% boshlanish to'lovi bilan boshlanadi. Leasing yo'nalishlarimiz 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddatda 15% boshlanish to'lovi bilan boshlanadi. Ish vaqtlarimizga keladigan bo'lsa, soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaymiz, soat 6 gacha. Bepul test drive'larimiz bor. Bitta prava bilan kelasiz, xohlagan mashinangizni, ya'ni aynan Cherry avtomobili bo'ladigan bo'lsa, xohlaganini bepul haydab ko'rib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsiz, mashinalarimiz hammasi o'zimizning stokda bor, nalichida bor. 2 soat davomida yoki 3 soat davomida mashinani o'zingizning nomingizga boshlanish to'lovi va bitta pasport evaziga xarid qilib ketishingiz mumkin. Barchangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.